O'zi inson hayotini saqlab qolishda, tok urishida o'zini ahamiyatiga ega. Ya'ni izolyatsiya buzilganda, aristonda tena uriladigan bo'lsa, namlik tushib, kabel izolyatsiyasi buziladigan bo'lsa, inson hayotini tok urishidan, shuningdek, tokning ortiqcha yerga oqib o'tishidan himoyalaydi. O'zi устройство защитного отключения bizda bu ko'rib turishimiz mumkin sxemasdan elektromexanический. Buni tekshirishni yo'llarini o'rgataman. Test knopkasini bossangiz yetarlicha. Mana sxemasidan ko'rinib turibdi. Bizda fazadan qo'shimcha blok kontakt orqali test knopkasi orqali qarshilik orqali nolga kelyapti. Ya'ni kirayotgan chiqayotgan tokda farq bo'lganda o'chirib tashlaydi. Yoqamiz, test knopkasi bosamiz, o'chadi. Bo'ldi. Bu elektromexanik bo'lgani uchun buni magnit yordamida ham tekshirsak bo'ladi. Magnitni katochkasiga yaqin olib boramiz, bunday. Topsak bo'ladi shu atrofda. Teskari ishlab turgan ekanmiz. Yana bu tomoni bilan qilish kerak ekan. Yoqamiz va magnitdan borsak yetadi. Ya'ni magnitda hosil bo'lgan magnit maydon tashidagi u yerdagi zaryadlangan zarrachaning tartibli harakati chulg'anday. Hosil qilgan elektr toki o'zini ishlash uchun yetarlicha. Lekin bu o'ta yuklama va qisqa tutashuv tokidan himoya qilmaydi. Faqatgina 100 tadan bittasi qisqa tutashuv toki o'techkaga sababchi bo'lgandagina tashashi mumkin. Shuning uchun shu sababli mana bunday qilib sosiskalarda sinash noto'g'ri. Bu yerda hech qanaqa qisqa tutashuv bo'lmayapti. Biroq biz to'g'ri qisqa tutashuv bo'lish uchun bu yerda bir necha amperlar tok bo'lishi kerak. Agar bu sizda sosiska bo'ladimi, kalbasa bo'ladimi, farqi yo'q. Bu o'chmaydi, unda sinalmaydi. Agar uni to'g'ri sinaydigan bo'lsak, aytib o'tgandim bir gapimda, hattoki sabzavodda ham tashlaydi deb. Mana gapimning isboti. O'zi faqatgina kirayotgan, chiqayotgan toklar farq qilganidagina o'chiradi. Demak, inson hayotini saqlab qolishda ahamiyat katta, lekin albatta zazimleniya bilan qo'yilish kerak. Zazimleniya bo'lmasa, sizni tok urgandan keyin o'chadi. Zazimleniya bo'lsa, bu izolyatsiya buzilgan holda darhol tashlaydi va yoqishga bermaydi. Lekin buni oyda bir marta yoqgandan keyin test knopkasini bosish orqali mana bunday tekshirib turish kerak. Ya'ni uchchi holatda bo'ladi. Agar yoqganingizdan keyin test knopkasini bossangiz tashlamadimi, oddiy yuklovchidan farqi qolmaydi. Uni darhol almashtirish kerak yangisiga.